birinchi farzandi bo'lgan, birinchi farzandi bilan juda ham toksikozdan qiynalgan va albatta bu toksikozlardan keyin farzandda ham bir qator muammolar bo'lgan. Chaqaloqligidan boshlab ichaklarda qabziyat, qayta qusishlar. Assalomu alaykum. Men Tulayn integrativ gastroenterologi Uralova Shahnoza Alisherovna bo'laman va bugun sizlar bilan homiladorlarni anchadan buyon qiynab kelayotgan savollardan biriga javob beraman. Ya'ni ko'p savol berishadi: Shahnoza Alisherovna, homiladorlik paytida toksikoz bu normal holatmi yoki yo'q? Va bu holatda nima qilishimiz kerak va qaysi shifokorlarga murojaat qilishimiz kerak? Aslida homiladorlik paytida toksikoz holati bu normal holat emas. Agar homiladorlarda oshqozonda qandaydir o'zgarishlar, yallig'lanishlar bo'lsa, kislotalikning pasayishi bo'lsa yoki bo'lmasam oshqozon osti bezida muammolar, ya'ni fermentlar yetishmovchiligi, uni ham darajalari bo'ladi. Ferment yetishmovchiligi yoki surunkali pankreatit diagnozi bor shu holatlar bo'lsa, o't qopida muammolar, ya'ni o't qopi dimlanishi, o't qopidagi poliplar yoki bo'lmasam ichaklardagi muammolar, ichak shilliq qavatidagi muammolar, ichaklarni mikroflorasi, ya'ni o'zini dunyosi deymiz, mikroflorasining mutanosibligi buzilgan holatlarda homiladorlarda shunday patologik holat, toksikoz holati vujudga keladi. Oddiygina misol, 7 yillik tajribam shuni ko'rsatadiki, ayollar hozirda homiladorlikka tayyorlanishmoqda. Chunki internet tarmoqlarida juda ham ma'lumotlar ko'p, o'qishadi va toksikoz holatlari normal holat emasligini va kelajakda farzandlariga qay tarzda ta'sir qilishini bilib qabulimga keladi. Va shunday bir holat bilan duch keldim. Birinchi farzandi bo'lgan, birinchi farzandi bilan juda ham toksikozdan qiynalgan va albatta bu toksikozlardan keyin farzandda ham bir qator muammolar bo'lgan. Chaqaloqligidan boshlab ichaklarda qabziyat, qayta qusishlar, yoki bo'lmasam ona suti yoki smeslarni moslab tanlay olmaslik, fermentlarda yetishmovchilik kabi muammolarga duch kelishgan ota-onalar va shu holat ikkinchi farzandona takrorlanmasligi uchun murojaat qilishadi. Shunda bir bemorim bilan uzoq ish olib bordik, homiladorlikka oldin tayyorladik va sekin homiladorlikka kirdik va shu homiladorlik davrida ham tayyorgarlik olib bordik. Qanday tayyorgarliklar? Homiladorlikka chiroyli kirdik va homiladorlik davrida ham davo muolajalar 9 oy davomida olib borildi. Ya'ni holatiga qarab to'g'ri ovqatlanish tartibi homiladorlarga mos ravishda tanlandi va ichaklar mikroflorasi bilan ishlandi, ichak shilliq qavatlari bilan ishlandi, albatta o't qopi bilan doimiy ravishda ishlanib borildi, ferment sistemasi bilan ishlandi, oshqozon osti bezi, oshqozon bilan ishlandi va albatta farzand dunyoga kelgandan keyin chiroyli ma'lumotlar bilan, chiroyli minnatdorchilik bilan oldimga kelishdim. Birinchi farzandimda juda qiynalgandim toksikozdan va tug'ruqdan keyin kolikalar, ya'ni bilasiz, bola tug'ilgandan keyin juda kuchli qorin og'riqlari bezovta qiladi. Bu hammani tashvishga soladigan, butun oilani tashvishga soladigan holat hisoblanadi. Ushbu holatlar ushbu ayolimizda, ushbu bemorimizda bo'lmagan. Ya'ni ham homiladorlik yaxshi o'tgan, ham bolada kolika holatlari bo'lmagan. Chunki to'g'ri ovqatlandilar va homiladorlik davrida maxsus kerakli tabiiy homiladorlik paytida ruxsat etilgan narsalar ichib bordi. Shuning uchun juda katta farq bor farzandlarim orasida. Kechalari birinchisida uxlamas edim, bir ichi qotardi, bir ichlari o'tib ketardi, tez shamollardi va qolaversa kechalari umuman uyqu yo'q edi. Juda ham xavotir olardim farzandim bilan. Bu holatlarni birontasi ikkinchi farzandimda takrorlanmadi deb keldi yonimga. Va nima demoqchiman bu bilan? Vaqtida qilingan murojaat, shifokorga qilingan chora-tadbirlar bizlarni sog'lom, chiroyli farzandlar ko'rishimizga olib keladi.
Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa va homiladorlik davrini chiroyli o'tkazishni xohlasangiz, qiynoqlarsiz, azoblarsiz va tug'ruqlardan keyin ham farzandingizni sog'lom bo'lishini xohlasangiz, chunki 90% immunitet bu ichaklarda joylashgan. Shunaqa judayam sog'lom farzand ko'rishni xohlasangiz, sizlarni tuman klinikasida kutib qolamiz. Bu muammolarni birgalikda bartaraf etamiz.